Assalomu alaykum. Nihoyat urush tugadi. AQSh va Eron o'rtasida 14 kunlik tinchlik kelishuviga erishildi. Prezident Donald Trump o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida Eron tomonidan taqdim etilgan 10 banddan iborat tinchlik sulhiga rozi bo'lganini ma'lum qildi. O'z navbatida Eron hukumatı quyidagicha bayonot berdi. Eron ushbu urushda g'alabaga erishdi va terrorchi AQSh hukumatini 10 banddan iborat sulhni qabul qilishga majbur qildi deya bayonot berdi Eron tomoni. Nima bo'lgan taqdirda ham 14 kun bo'lsa-da sulhga erishilgani Yaqin Sharqdagi tinchlik muvozanati qayta tiklanayotgani albatta quvonarli holat. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, ushbu sulhga Trampni undagan, unga takliflar bergan kerak bo'lsa, talab qilgan Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif hisoblanadi. Ma'lumot uchun 10-aprel kuni AQSh va Eron o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri Islomobodda muzokaralar o'tkazilishi rejalashtirilmoqda.